أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Biz yuqorida Alloh subhanahu va taoloning fazl ihsoni va inoyati bilan At-Tafsirul Muyassar tafsirning uzun darsimizni davom qilgan bo'lib, Yunus surasi 98 oyatga to'xtab qolib ekanmiz. Shu yerning o'zidan yana darsimizni davomlashtirishga tirishamiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين
Sadakallahul azim. Ayet-i Kerim'den kısaca Uygurca tercümesi. Halak bo'lgan shaharlar ahillari ichida Yunus qavmidan boshqasi azobning alomatini ko'rib aytgan iymonining foydasi bo'lgani yo'q. Yunus qavmi iymon aytganda dunyo hayotida rasvo qiladigan azobni ularning ustidan ko'tarib ularni ma'lum vaqtgacha, ya'ni ejil yetganga qadar dunyodagi shaylardan bahramand qildik. Agar Parvardigoring xolis edi, albatta yer yuzidagi kishilarning hammasi iymon etadi. Sen kishilarni musulmon bo'lishga majburlamsan? Har qanday kishi faqat Allohning irodasi bo'lgandila ondan iymon etadi. Allohning oyatlari ustida fikr yurgizmaydiganlarni Alloh azobga giribdor qiladi. Aytginki, osmonlardagi va zimindagi narsalarni kuzdinglar. Mo'jizlar va ogohlantiruvchilarning, ya'ni payg'ambarlarning iymon etmaydigan qavmiga foydasi bo'lmaydi. Ular faqat o'zlaridan burun o'tganlarga kelgan kunlarning, ya'ni azobning o'zlariga kelishini kutadi. Ey Muhammad, ularga aytginki, sizlar zulmning oqibatini kutinglar. Men sizlar bilan birlikda haqiqatan sizlarning halok bo'lishinglarni kutkuchiman. Ondan keyin payg'ambarlarimizni, mo'minlarni azobdan qutqizdik. Mo'minlarni qutqizishga mushundoq mas'ul bo'lamiz. Ey Muhammad, qavmingning mushriklarga aytginki, ey insonlar, agar sizlar mening dinimdan gumonlanadigan bo'lsanglar, sizlarning Allohni qo'yib cho'qinayotgan bulturinglarga men cho'qinmayman. Lekin men sizlarni qabzruh qiladigan Allohga ibodat qilaman. Men mu'minlardan bo'lishga buyurildim. Yana manga botil dinlardan burilib, to'g'ri dinga yuzlangin. Mushriklardan bo'lmagin. Allohni qo'yib, sana foyda yetkazolmaydigan narsalarga ibodat qilmagin. Agar ularga ibodat qilsang, cho'qim o'zingga zulm soluvchilardan bo'lasan. Xo'sh, فلولا كلمة فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لم ينفع الإيمان أهل قرية آمنوا عند معاينة العذاب إلا أهل قرية يونس بن متى فإنهم لما أيقنوا أن العذاب نازل بهم تابوا إلى الله تعالى توبة نصوحة فلما تبين منهم الصدق في توبتهم كشف الله عنهم عذاب الخزي بعد أن اقترب منهم وتركهم في الدنيا يستمتعون إلى وقت إنهاء آجالهم. Bu halak kılıngan kariye ahlige iman payda kemedi. Bu azapni közlen kögen çağdaki iman keltügen iman jo bu halak olgan bu kariyenin ki ehlige bulanın imanı payda kemedi. Lekin lan Yunus ibn Metta kariyesinin ki ehlinin imanı bu payda kıldı. Bu çünkü azapni körüştüm burun Yunus Aleyhisselam'ınki o şu hazırki hem de Irak'ınki şimal tarafı Musul, Neynava, diyen şöyle Arbil, Duhuk, Süleymaniye diyen aşağı darak yaşanan kişem bu.
Lekin lan bu Yunus ibn Matta degan kishininki qariyasi buningdan mustasno. Bular azobni ko'rib emas, faqat Yunus alayhissalomning bularni tashlab shundoq chiqib ketganligini ko'ribliklar bular buning qaraganda bu Yunus alayhissalom bizni qishimizdan ayrilgan qaraganda biz bir xato ish qilibmiz ya debliklar darhol o'zini o'ng cho'lishga tirishdi-da. Cho'qim bular buning mustasno. Bularning iymoni paydo qiladi. Bularning iymoni haqiqiy iymon bo'lgan bo'ladi. Cho'qim ular o'zlariga bu azobning tushadiganligi haqida jazm qilib edi. Ular darhol Allohga samimiy tavba qildi. Ulardan bu rostchilik, ularning tövbesida rostchilik namoyon bo'luvdi. Alloh ulardan ularga yaqin qolgan bu rasvolik, razil rasvolik azobini bulardan ko'taryapti. Bularni Alloh subhanahu va taolo dunyoda ejil tuggan qadar huzur va halovatlanishga qo'yyapti. ولو شاء ربك أيها الرسول الإيمان لأهل الأرض كلهم لآمنوا جميعا بما جئتهم به ولكن له حكمة في ذلك فإنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء وفق حكمته وليس في استطاعتك أن تكره الناس على الإيمان. Eğer Peygamber aleyhissalatü vesselam Perverdigar'ın ehl zamanның hammasiga iman etishni xohlasa edi, iman etishni xohlagan bo'lsa edi, albatta sen ularga olib kelgan narsaning hammasiga ular birdek iman etib ketadi. Lekin onun uchun shu hammasining iman etmasligida bir hikmat ilohiy bor. Chuqum Alloh subhanahu taolo xohlagan kishini hidoyat qildi va xohlaganicha o'zining hikmat ilohiga uyg'un holda ozdirdi. İnsanlarni iymonga zo'rlash sening kuchingizga ish emas, sening toqating ish emas. وما كان لنفس أن تؤمن بالله إلا بإذنه وتوفيقه فلا تجهد نفسك في ذلك فإن أمرهم إلى الله ويجعل الله العذاب والخزي على الذين لا يعقلون أمره ونهيه. Hiçbir can egiz için Allah subhanahu ta'alaga faqatligilam Allah'ın ruhsati, Allah'ın tevfiqilallam iman keltirish var. Hiç qanday bir can egisi Allah'ın izni tevfiksiz Allah'a su iman keltiremeydi. Yani bommede bir can egiz için Allah subhanahu ta'ala iman keltirish olmadı. Lekin lam Allah'ın izni tevfiqilam. Bunda sen özağını bu haqda alayda tirişçilik ko'rsatib, nayt bularning ma'lumlarining iman keltirib qarta, iman etmagani qarta özağını tugashtirib qo'ymagan, özağını aloq qilib qo'ymagan. Bak buningdan favqulodda zot ichim tushib ketmasin. Chunki cho'qim bularning ish kuchlari Allohga oid. Alloh xohlagan odamni hidoyat qiladi, xohlaganni o'zining hikmat ilohiga uyg'un oldicha ozdirdi. Ve Allah subhanahu teala azap ve rasvalıkni kim kılıdı? Allah'ın buyruk ve çeklimleri hakkında oylanıp kömeydigan, akıl yürgüzmeydigan muşundaklığa azap ve rezil rusvalıkni kılıdı. قل أيها الرسول لقومك تفكروا واعتبروا بما في السماوات والأرض من آيات الله البينات ولكن الآيات والعبر والرسل المنذرة عباد الله إقابة لا تنفع قوما لا يؤمنون بشيء من ذلك لإعراضهم وعنادهم. Ey Peygamber aleyhissalatü vesselam kavminin şundan deyin ki Allah subhanahu teala'nın kudret ilahi, kudret kemali hakkında fikir yürgüzünler. Osmonlardagi va zamindagi Alloh subhanahu va taoloning birlik va barlig'iga va yuksak shundoq kuch qudrat sohibi ekanligini uqtirdigan
ro'shan delil va alomat haqida fikr yurgizib va undan ibrat elinglar degan. Lekin bu Allah'ın bendilerini çoğu Allah'ın cezasından agahlandırdıgan nurgun ayetler ve ibret ve peygamberler bu paqatligilancho bir nimaga foyda qilmaydi bir buni buningdan bo'lgan bir narsa iymon keltirmaydigan bir foyda sunmaydi bu. Bu oyat masalan delil pokitlar, panda nasihat, mavizlar, payg'ambarlar ki ogohlantiruvchi payg'ambarlar Allohning bandilarini va Allohning cho azobidan, jazosidan iqobidan ogohlantirgan bu payg'ambarlar bular bir qavmga hech qanday foyda solmaydiki ashundan bir narsaga iymon keltirmaydigan bu oyat aybar payg'ambarlarga iymon keltirmaydigan bu qavm bularning buning hech qachon foyda solmaydi chunki ular undan yuz çevirganlikni jahtidan va ular undan shu buyuntavlik qilib sarkashlik qilganlikni jahtidan uning tarsali qilganlikni jahtidan فهل ينتظر هؤلاء إلا يوما يعاينون فيه عذاب الله مثل أيام أسلافهم المكذبين الذين مضوا قبلهم قل لهم أيها الرسول فانتظروا عقاب الله إني معكم من المنتظرين عقابكم أنا şula pakatlik olan Allah'ın azabını öz küzlen körüştüm başkınız kütmeydi. Bunu da başkı saklamaydı bula. Özürünün burunki Allah'ın peygamberlerine yalgan çıkagan ve kitaplarını yalgan çıkagan, yalgan dep inkar kıygan şulanın ki beşik egen kapılık şulanın küllürgü okşaş ellezine medav kablahum özün burun mundun burun ötmüştü ötken muşuların beşi kegen kün kemigen kadar muşu kullarının uzun eğmey Allah'ın azabınca közlen körüşlük yılan küsüdü bes. Şunu kap kaldı demiş. Azap gelişten başka başkanız kalkamaydı kulağa. Degen ulağa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem unda hovatsıla Allah'ın azabını kütüңlar. Çokum men sizler bilen bille sizler boğan azapnımı küçülerine katardım bolum ben. Sümme nunecci rusulena vellezine amenu ma'ahum ve kema necceyna ulaik nuneccike eyyuhar rasulu ve men amene bike tefaddulen minna ve rahme. Anındaki biz peygamberlerimizi kutuldurumuz. Ve o peygamberler bilen bo'lgan mu'minlarni ham shunda qutuldurmiz. Qandoq biz qutuldigandek, ağaçlarni qutuldigandek, ey payg'ambar alayhissalom va sana iymon etib, sen bilan birga bir sapda bo'lganlarning o'zini bizdan marhamat qilib va rahmat qilib, ularni biz seni va sen bilan birga bo'lgan bir sapda bo'lganlarning o'zini qutuldurmiz. قل أيها الرسول لهؤلاء الناس إن كنتم في شك من صحة دين الذي دعوتكم إليه وهو الإسلام ومن ثبات واستقامة عليه وترجون تحويلي عنه فإني لا أعبد في حال من الأحوال أحدا من الذين تعبدونهم مما اتخذتم من الأصنام والأوثان ولكن أعبد الله وحده الذي يميتكم ويقبض أرواحكم وأمرت أن أكون من المصدقين به العاملين بشرعه. Ey Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aşk ahlak degin. Eğer sizler men sizlerni eningga chaqirayotgan mening sog'lom dinim haqida shak shubha deb qolib qolsanglar u men chaqirayotgan din bo'lsa islom din deb buni shakllanib qolib qolsanglar va meningki sobit tavranmas ikkilanmas mushundoq tug'anligimdan shakllanib qolib qolsanglar
va meningki aj din suchu ravrus mustaqim tüp-tüz tuğanlığımdan şakıp kap kalsanglar. Va ümit qilsanglar, meningki u islom dindin o'zanglarning diniga yo'tkilishni umid qilib qolsanglar, chuqum men qandaq ahvol asl bo'lsin bo'lsin, sizlar ininga cho'qingan asnam avsonlardan iborat mush cho'qinayotgan butlaringning birsiga birda bir ahvolda man uni cho'qinib qolmayman, man uni ibodat qilmayman. Asnam avson. Yuqorida murojaat deb o'tgan to'q asnam odam shaklidagi bir nima timsol bir but. Avson odam shakli olsun yoki boshqa ucharliq hayvon o bu olsun boshqa shakldagi bir nima but bu. Buni man birda bir ahvolda sizlar cho'qinayotgan, sizlar uni iloh ittihoz qilgan birda bir kimga man cho'qinib, man uniga ibodat qilmayman. Lekin birla Alloh qinak mush zotning o'ziga ibodat qilinmanki, u zot sizlarni o'ltirdi va sizlarning ruhlaringlarni oladigan mush Alloh ibodat qilinman. Va men u Allohga tasdiq qiluvchilar va Allohning shariatiga amal qiluvchilarning qatoridan bo'lishga buyurildim men. Unda quvvat sizlar mening dinimni tashlab, sizning tarafinglarga yo'tkilishdi, umid qilishdan faqat umidinglardan voz kechinglar. Men mumkin emas unda qilmayman. وأن أقم أيها الرسول نفسك على دين الإسلام مستقيما عليه غير مائل عنه إلى يهودية ولا نصرانية ولا عبادة غيره ولا تكونن ممن يشرك في عبادة ربه الآلهة والأنداد فتكون من الهالكين. وهذا وإن كان خطابا للرسول صلى الله عليه وسلم فإنه موجه لعموم الأمة. Ey Peygamber Aleyhisselam, özünü İslam dininin üstünde turguzgun. Onu şu ravrus müstakim tüptüz bolgan aldı bu İslam dini. Onun usul, prop, umum cihette ravrus müstakim tüptüz bolgan halatda İslam dini usulü dik doğun. Herguz İslam dininden Yahudi dini, valla Hristiyan dini, ve onun başka dinlerine ibadet kılışına mail bulmagan halda. Sen her güzma Rabbingi ibadet kılışta sen şu başka ilahlarını ve başka endad ve onun okşaş onunki başka ilahlarını başka ilahlarını şu şirk keltirganlarının katarından bulmagan. Yani müşriklerine katarından bulmagan. Eğer şunda bu kapkasan sen alak boğuşanı katarın bu kalısı. Bu gerçi bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hitap boğan bosmu o hakikatte bütün ümmetil İslamiga hitap yaki bütün ümmet kiço kartılgan hükümdür bu. ولا تدعو أيها الرسول من دون الله شيئا من الأوثان والأصنام لأنها لا تنفع ولا تضر فإن فعلت ذلك ودعوتها من دون الله فإنك إذا من المشركين بالله الظالمين لأنفسهم بالشرك والمعصية. وهذا وإن كان خطابا للرسول صلى الله عليه وسلم فإنه موجه لعموم الأمة. Ey Peygamber Aleyhisselam Allah'ını koyup başka butlağa harguz dua kılmagan. Bu butla faydası mı yok, ziyni mi yok. Faydım etkizlenmeydi, ziyan mı salanmaydı. Eğer şunu kıp kalsan, o butlağa dua kıp kalsan, Allah'ını kıp koyup durup, o vakit sen şu Allah'a şiir keltürgüçlerinin katarını bulup, şiir keltürüşlerini ve günah masiyet kılışlarını öz üzge zulüm kılışlarının katarını bulup kalırsa. Bu gerçi bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a karmakka bu Resulullah hitap bo'lgan bo'lsinmi
bu bütün ümmet İslamiga tartılgandır bu kitap deydi. Hoş. Emdi hmm, illa kavme Yunus'a lemma amenu. Ee, bunun Katada'nın bir rivayeti varken Yunus Aleyhisselatü Vesselam bu kavmini agahlandırıp da azaptan agahlandırıp anandıkin ulanın biraz ula yüzün ben başladın. Bir akıl olsun tapmagan deyken hiç qanday bir avaz qo'shmagan deyken biraz hapis tutup chiqib ketibdi. Shu Naynavoyga yashаған kishi bu. Shuning bilan bu bular shundoq chiqib ketgandan keyin bu nimani ular shundoq o'ylab qolibdida bizga azob yaqin kelibdi deb alloh subhanava taolo ularning tavbiga qalbiga bir tavbini tashlaydi ekanda tövbe ato qilgan shundan ular bir xil kiyimlarini kiyib alayda shu xos ibodat uchun tayyorlangan degan bir kiyimlarini kiyib o'zingi ilgaki qilmishlardan bosh tortib darhollam o'zini o'ngishib oladi ekanda shuni alloh subhana taolo bularni chu boshqalikqa aloq qariya ularga halak bo'lgan bo'lsinmi bularning iymoni paydo qilmagan ekan ammo yunus ibn mattaning bu qavmi halakdan saqlanib qolgan deydi Hmm. Epe ente tukrihun nase. Epe ente tukrihun nase. Bu ayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için bir teselli ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbini bir rahatlendiriş. Sen insanlarını müşrika mecbur kılıp özüne cepata atıp özüne kılamsa ular Müslüman bolsun dep kiysa Müslüman bolsun yüzük buludu. Bulmasa yüzün zini buludu. Sen bunçalık bir cepata atıp ketmeye degendek Resulullah Aleyhisselam olan bir teselli. Onundan başka sümme nunecci rusulena. Bu yerdemde muzari sığırsan keldi de biz necceyne demey nunecci de. Biz peygamberlerimizin kutulduk bu asasen mağrup bu Yunus Aleyhisselam'ın kelki bu Neynava rayından bir yerden bir çekke yüzüne elip bir yerde bir başka bir yere bakmakçı olup bir kemiden ötmekçi olup parkuttan onunla o parkuttan aldın bir çoğun bir lehen tuz vargan bulup onun da o kemiçi kaptallarının özü bu şu yolcularının birisine taşlap emsak bo'lmoqda degandan keyin u chek tashlashga majbur bo'lib chek yunus alayhissalomga chiqib qolib yunus alayhissalom ketninki qo'ynida qonida 40 kun yetib qolib anandan keyin bu ket 40 kun o'tgandan keyin bir purk bir dengiz sahilga chiqarib o dengiz qirg'oqlarining o'zida bir yaxtin deb bir kavniki kav daraxt ekan alloh subhana taolo uni o'stirib uni yupurmoqlari bilan sayvirib asli kelib qilgandek bu voqealar asosan ma'ruf mana bu undan burun alloh subhana taolo bu payg'ambar yunus alayhissalomni qutqizib bo'lgan najjayna demay nunajji deb bunida pul muzari sig'san keltirdi modidan hikoya qilib nima uchun desa shu ishlarninki noiti cho'ng bir ish o'g'ashqa odatlik bir ish bo'lmagan ekan ham shu vaqt yuz bergan ishlarni hozirgilarning butun zehniga bir qator hatırlatış için, zihni hazırlatış için muzari seslen keldi. Nunecci dedi. Necceyna demedi değil. Hoş. Onun başka ma la yenfa'uka ve la yadurruk. Bunun arasında tibak var. Bunu burmada dok tibak.
Bu Muhassanat-ül Bedai'ninki birisi. Hoş dersimizinki devamı 2 saat doludu. Ve ahiru davanan elhamdülillahi rabbil alemin.